Ne buldu nigara? Ha. Ne buldu nigara? Kızı asla göremezsiz. Ha. Köşeyiz kalıp gitti dedi. Yalan. Şordoşdan faydalanılsa, bütün bolsa mesela soňluk bilen nurak kaladı. İzgarda. İzgar degan näsene unalıp netip kaladı. Kovulup. Temboli bu kalades yıl 12 ay izgarda durады kalades. Şunu hesapına nuramaslık için, sifati yaxşı boluş için, erten bu vecden faydalanğan adam iki iş etmeslik için pastiyanı şu Samarkand şebinden kuyamız. Ha, şu Rembo'yna. Bir şepi bu. Rembo. Yan kamera düşüyor alamızına. Bir yada. İşte şep şu. Hakiki bir yada beğendim. Bir yada siz şep. Ava. Siz şep. Sizden bitedi emmesi ben. Ava men. Yapar adam maytadı. Una kımmat dedi. Savala yetişem. Mana erhilisi bana. Simeti, raskotu, vecin raskotuna karab arzalatsam boladı mını, kımmatlatsam boladı. Temboli kalades, izgarda duradı pastiyanni. Bu şorda aşağı kuyulganın hesapına nurak kaladı bu. Bizlerden ba arzallarına. Arzallaram ba. Bularam, veremiz yine. He. Barmak yüzü. Bilin kattık yine. Bastınız. He. Kurulamış tayar he. Kurugan tayar satıva. Zakası tayar ediler bemalal. Ne buldu nigara? Ha. Ne buldu nigara? Kızı asla göremezsiz. Ha. Köşeyiz kalıp gitti dedi. İşte bir ateşe gidelim ya. Ha. Biz çevir şuna bir yakınlaştı bana da. Mesela siyem gene başlayımız. Ava. Başına pena bloktan başlayalım. Pena blok. Selamünaleyküm. Grupadaşlar, mahalledaşlar, elapdaşlar. Yaşa büyükemizi. Pena bloklarını, şlaka blokları, Kalades. karadeslerini, Tumba. reklama kılıp abzor kılıp ötemiz. Ava. Şimdi ben bu haqda to'liq ma'lumotga ega emasman. O'zing qisqacha aytib tushuntirib berasan. Yalan. Avvalambor assalomu alaykum hammaga. Bu pena blok. Bunda hozirgi kunda joy şu qurilish bo'ladigan bo'lsa hammasini ishlatib turibmiz, satib turibmiz. Dastlabkasi shu Xorazm bo'ylab bu. Nechadan olsam patlat bilasan? Kam 50 donadan dastlabki bu. Ha. Hammasi 120 2 kilo bo'ladi. Bana indi köp adam mesela gaplashgan vaqtda bahası 13'ten beri turibmiz hozirgi kunda. 13 ming so'mdan beri turibmiz. Bir donasi 13 ming so'm. Razmeri 20 30 60 bo'ladi. Endi yapar adam aytadi, una qimmat dedi. Savolga yechim mana har xilisi bor. Simeti, raskotu, vajin raskotuna qarab arzonlatsam bo'ladimi, qimmatlatsam bo'ladi. Mesela hozir qo'shiladigan mahsulotlarni sifati o'zgaradi unda. Kamroq qo'shsa arzonroq bo'ladi. Arzonroq bo'ladi, bo'sh bo'ladi. Lekin bo'sh bo'lsa sifati o'zgaradi. Mix tutmaydi, shurt tutmaydi, ashundan bo'ladi. Bular keyin shu uje iskamida bunda. Yo'q. Mix tutadi, hamma tutadi ham bo'ladi. Bu o'rtacha 20 kunda quyilgandan keyin 20 kunda tayyor bo'ladi satuva. Quydi shuni. Hozir tayyor bo'ynan 6-7 ming dona tayyor bor. Bu o'rtacha 13 mingdan beri turganlarimiz. İbanda hozir qimmat rakam bor, arzon rakam bor. Ko'rsatamiz yana bir yandan. Bular şu adamlar görüp xohlab olib turgani hammasi 13'ten beri turganlarimiz. Bidenan qimmatlar ham bor. Bidenan sifati yaxshisi dimyanki beton bo'lsin, dosh bo'lsin deyalli uchun yaxshisinan. Bu hali 2-3 yillikda quyildi bu. Qurish uspet etmedi. Shundan ham inan. Yankida kolisi qolib turadi. Bizg'or bu inan. Görsangiz inan. Hali izg'or vaqtida shuncha katta. Izg'or vaqtida shunchalik qatdi. Qatgandan keyin dim. Ya. Inan betonu. Ya.
Ya gel görerediler. Bir tonu. Bu kuruğanı bu. Barmak izi umuman kalmaydı. Mih kakkandan keyin chatib basanam so'rib bo'lmaydi bundan. Yubormaydi. Yuvarmaydi. Masalan kakkandan keyin oddiy perda kakka vaqtimdan o'zini durg'enda tushib qoladi deydi ko'p odam. Bu yerda umuman o'zingiz bir atag'iz padag'iz bilan jonli kuch ishlatib tortib sug'urib olsangiz olinadi. Lekin o'z durg'enda o'zini o'zi yuvaradigan vaja emas. Bular sifatli eng yaxshisi rasxodlar ham maksimal qo'shilgan eng yaxshisi ishlayman. Buları ko'rsatish uchun klientlar qaysisidan buyurish uchun ko'rsatib qo'yibmiz. Qo'yib qo'yibmiz. Tayyorlab, показать. Filmdan tayyorlab qo'yibsiz. 2-3 oyda arzonroq ham bor. Arzonroq variantdagi. Qaysini xohlasalar olaveradilar. Qaysini xohlasalar ko'rib olaveradilar. Lekin eng zo'ri bu. Ichidan Eng zo'ri beton o'zi bilan umuman ko'rinib turibdi xoh narsani. Bularcha so'm zo'ri. Bu hozircha bahosini bir hisob kitob etib rasxodini natij ko'rmadikdan bir raznisasi bir 1000 so'm, 2000 so'm oraligi bo'lar. Arqinga qaraganda. 1000 so'm, 2000 so'm raznisa bo'ladi. Bular 13 ta yerda mabodo bir joy poya ko'p nada olamiz degan bo'lsalar bir kelishamiz narsani pulini. 13 dan beri turibmiz. Hozircha joya, molxona, kladovka, tualet ham hozirda ma'qul ko'rib turibdilar shu yerda. Shlaka blokdan solib turadilar. Shlaka blokdan sag'allar qiz ketib turibdi dedi, issi dedi. İçi yozin kuni. Bu yerdan saladigan bo'lsalar masalan, shlaka blok ham bor o'zlarimizda, shlaka blok desalar. Bu yerdan saladigan bo'lsalar tualeti nima deydi? Issi sovuq saqlash yaxshidan buni. Uy ham shunday. Shlaka blokka qaraganda afzallik taraflari bor. Shu issi sovuqni tutishi yaxshi shlaka blokka qaraganda. Shlaka blok endi beton bo'lgandan keyin yozda issi bo'ladi, qishda salqin bo'ladi. Ashuni hisobına ko'pincha endi tualeta bunga o'tib boshladilar. Bu yerda 12lik peregalutkalar ham bo'ynan. Yipqalari. Qana bo'lish uchun. Joylar o'rtada bo'lish uchun. Domlarda ishlatib turibdilar buni. Buni har xili nada qo'yib beramiz. Xohlasalar arzon variantida, xohlasalar qimmat variantida, hozir bu o'rtachasi. Yaxshisi, bu o'rtachasi ham yomon vaja emas bu. Buncha so'm. Xalq barmoq izi qolib turgan yeri yo'q. Buni 8-9 atrofi berib turibmiz. Aladi ob'yomini qarab, narsani qarab, sonini qarab 8-9 ming so'm atrofi berib turibmiz. Shunchalik ko'proq olsa, shunchalik arzonroq bo'lardi. 9 ming so'm ko'proq oladigan bo'lsalar 8 atrof berib turibmiz. Latoklar bor ustini, sesmopoyez quymaqa, mushlari bo'yinan do'shliklari. Musha chetlariga qo'yib bermaka, quyib. Har xildan bor, 3 kundan kerak desalar. Bizlardan bor arzonlarina. Arzonlar ham bor. Bular ham beramiz yana. Barmoq izi Bilin qolib turibdi yana. Bastınız. Arzon beramiz bularni. Arzoni kerak deydiganlar uchun bomba. O'rtacha normalniylari kerak desalar, undan ham bor, qimmatlari kerak desa, undan ham bor. Bu arzonlar necha so'mdan? Arzonlarni oladigan sonuna qarab kelishamiz ish qilib. Bunga nisbatan arzon beramiz. Baholarni ko'rdingizlar, yana bloklarni ko'rdingizlar, bahosi bilan danışdingizlar. Kiminchi kerak bo'lsa, bemalol murojaat qilaverasizlar. Qimmati kerakmi, zo'ri kerakmi, yoki o'rtachasi kerakmi, yo arzonroqi kerakmi? Kim o'zini talabina binoan kelib olaveradi. Ko'radilar, qaysidan deydigan bo'lsalar, qaysi ma'qul bo'ladigan bo'lsa, pulni kelishib olib beramiz. Gaplashasiz, kelishasiz. Olib borib dastlabki qilib beradilar. Dastlabki hammasi bor. Ham quyilib turgan jarayoni ishi, ham quyilib azabiyat chiqdi ishchilar. Shu quyilib turgan vaqtimdan ham bu arzondan yaxshidan sifatini. Hali ozgina izg'or vaj bu. Suv vaj. Shunda ham sifati yaxshi. Arqalarga qaraganda. Bu obyektda tumbalar bor. Har xil razmerdagi kolodeslar bor.
Hozir bir boshdan danışib o'tamiz. Ham bularga qo'shilib turgan sementi nerniki, shebini nerniki, shebillar yaxshi xilimi? Ko'p odam Samarqand dedi, Qoraqalpoq shebin dedi, sho'r dedi, yana bir narsa dedi, yuvilmagan dedi. Hozir Yahyobek hammasi haqida qisqacha ma'lumot berib o'tadi. Bir de kalades tumbala çıkadı. Her xil razmerde şebinimiz Samarkand şebinlerini işletemiz. Ya, şimdi şebin buladı. Bu da şebin yuğulgan, şur, deyim ve cumman bu muydu? Yapara yerlerde kaladesi. Karakalpak şebinler, şur şebinlerden faydalanıp tuttular. Bu nerse biledi Allah'a köpçülük biledi bunu. Şor doğuştan faydalanılırsa, bütün bolsa mesela sonluk bilen nurak kaladı. İzgarda. İzgarda yani nesine unalıp netip kaladı. Oğulup. Temboli bu kalades yıl 12 ay izgarda duradı kalades. Şunun hesabına nuramaslık için, sıfatı yaxşı boluş için, erten bu vecden faydalanan adam iki iş etmeslik için pastiyanı Samarkand şebininden kuyamız. Kaçan yıl 12 ay luboy veremeye gelip tekşireden basala mesela alacak adam şu doğaşımızdan boyuna. Karakalpak doğaşı umuman bir dönem tapımıydı. Şu vecden bu veci arkadaşa karanda bakası kımmatrak yürüydü. Samarkand doğaşı Karakalpak doğaşına kara vaxtın kımmat bakası. Lekin şu bunun boluşundan karami şu daştan faydalanırız. Pastiyanı, tumba bolsun, kalades bolsun şu daştan faydalanır. Tumba başka daşa, kalades başka daşa kuyuluşma yok. Şu daş. Bu tumba geçsek, tumba mesela polteyinde dura demez bu. Polteyine məlum bir buqtarda mesela bir izgar, nem demez tartıladı. Nurak kamaslık için tumbalar şu daştan faydalanırız. Bu 3 xil razmerdagi. Sifat. 2 xil. Sıfatına cevap. Nurak kamaslıkına cevap. Eğer kaladesin bolamı ya tumba bolamı 10 yıldan keyin bolsa, 15 yıldan keyin boladigan bolsam, nurak kaldı dediğin adam bolsa, mesela şu vaxtında bizlerden çasım rasxod etip algan bolsalar, biz 2 kez tetip pulunu qaytib berib olamiz şu vece. Sıfatına cevap nurak kamaslık için, nurak kamaslıkına emmesine. Üçün daşımız işançlı, yurda şor daş emas. Sıfatına cevap. Tumbalara xil razmeri var. Xadavoy azı polteyine koyup turganlar, kuruluşda pul eti birgella ustalar faydalanadigan iş razmer bo'lib turibdi. Zakaz şu razmere köp tushadi. Bu yerda narsanam, tumbanam dastlabkasi bor. Chetona desalar ham olib borib beramiz. Telefon uraveradilar, bemalol. Chetona bo'ladigan bo'lsa ham ob'yomam bor. Kaladeslar ham har xil razmerlari bor. Har xili. Yılları 1.20 bo'ladi razmeri. En kattasi hozir 1.5 metr adım bor. Yani nesi? İçine koyuladigan simi, 2 qator sim yuriydi. Bular shunga boylanadi. 3 tutgan, yeyib chokolaka tashlayacak vaqt yeyib bilan boylab tashaladi. Qulayliklar hammasi joyli-joyida. Shebini mana ko'rib turganlaringizni Samarqand shebini. Samarqand shebinidan quyiladi. Kaladeslar ham aytganim har xil razmeri bor. 1.20, 1.5, 1.30, 75lik qaysi razmerdan deydigan bo'lsalar, yana bu endi ko'p odam tushunmaydi narsani. Deshindan deshi tumalaqlik ish deshindan arka deshinadin 1.5 metrdan 75 santimetr adin bor. Eng kichkinasi bu. 75 santi. Ummaniklarga to'g'ri keladi. Ummanik, shuningdek kuri, banni bo'ladigan bo'lsa, yo tualet bo'ladigan bo'lsa, qaysi ma'qul bo'ladigan bo'lsa, qaysi razmeri ma'qul bo'ladigan bo'lsa, hammasini dastlabki bor. Ko'pincha ko'p odam Rossiyada uyinda qarri ota-onasi bo'ladi. Bunday ishlarga bir etadigan, bajaradigan odam bo'lmaydi. Shu sababli yani qazib tashlaydigan odam bo'lakcha gapirish noqulaylik tug'diradi. Eğer mabodo shunday bir ne bo'ladigan bo'lsa, telefon ursalar, qazib tashlaydigan odamim yo'q desa, qazib tashlaydigan odam ham topib beramiz, hamma o'zlamiz, dastlabkamiz o'zlamizda. Bo'lgani shu shonda o'tirib turib, kartopul tashlaversalar, to'lovini etsalar, hamma o'zini aytib beramiz o'zamiz. Baholarni nedan yurib turgan baholar so'rab surishtirib, havolashaveradilar. Bu qimmatli narsa, arzoni
ish qilib kelishamiz. Ne gapsiz bo'ladigan bo'lsa, razmeriga qarab baholari o'zgaradi buni. Katta kichikisine qarab. Katta kichikisine qarab. Endi u qazgan joyina qarab olaveradi. Kimdir 5 qo'yadi, kimdir 10 qo'yadi. Chuqurlikka necha metr desalar, 3 metr desalar 3 metr etib olib beramiz. Dastlabkisi 2 metr desalar 2 metr, 1,5 metr desalar 1,5 metr. Standarti 1,60 bo'ladi. Standart. Endi yapara yerlarda suv chiqib ketadi, qazg'a yeridan 1,5 metr, 1 metrdan keyin. Yapara yerlarda 2,5 metrdan ham suv chiqmaydi. Har xil yer bor-da, ish qilib chuqurligini necha metr etidan bo'lsalar, necha metr desalar olib boramiz. Bahosini shu aytganimni so'rab surishtirib, telefon uraveradilar. Qo'ldan kelgancha iloji boricha kelishtirib hammasini qilib beramiz dastlabkisi bilan. Yanda Qazonlar hammasi qapqoqqa mo'ji bor. Yanda qazonlar ko'p. Şu aytchaqim va jalg'a vaqtida adashmaslik kerak. Ko'p odam az ko'pchilik Qoraqalpoq shebirini quyib turibdi vaji. Quyib turgan yerlar ham bor. Qoraqalpoq shebini aytganimni temboli qaladiz, izg'orda turadi postoyanni. Bu sho'rda o'sha quyilgan hisobini nurab qoladi bu. Nurab. Dökilib qoladi o'g'lib. Tombok qoladi. Va yuvilganda sho'r umuman yo'q, sifatına javob 10 yıl desangiz 10 yıl durup beradi, 20 yıl desangiz 20 yıl. Ta qaladingiz buzib tashlayincha miqqatmen durup beradi. Betona javob. Sho'r por deymez yo'q, nurak qalishma. Yanda plakatlar. Rang desa, rang ko'chib olib ishlab berasan, ha? Ava rang qaysi rang deydigan bo'lsalar, ranglatib nishq rang deydigan bo'lsalar aytib beramiz. Bu yerdagilar hammasi 3 ko'z, 2 ko'zda. 2 ko'zli. Keyin kichiklar qilib ishlangani bormi? Kichkina. Ko'zi yo'q, qilib. Boshqacha. Yo'q, shundan bor faqat. Shundan bor. Ustini zabori shapkalari bor. Nechik desalar, rangli desalar rangli, rangsiz desalar rangsiz. Bular quruq tayyor, ha? Qurigan tayyor satuvi. Zakasa tayyoradilar bemalol. Bular hozircha shundan bo'lib turibdi. Buları dastlabkisi bilan 4,5 dan parpert tutibmiz. 4,5 ming so'mdan sifatini ko'rib, tekshirib olaveradilar. 4,5 mingdan apart berasan. 4,5 ming so'mdan. Apart berasan. Kam 50 dona. Kam 50 dona dastlabki shunun içinde apart beramiz. Blok sifatini ko'rib, gelip salıştırıp olaveradilar. Simeti başkası hammasi normasi içinde. Çadana da deseler boyna. Yana quyilib turibdi. Quyilib turibdi. Ağzı üstüne açıp pardonlarını alıp zetib o'tdilar. Tayyorı bor. Qaysiman deseler. Nomerleri yazıp qoldiramiz. Ekranlardan nomer qoldiramiz. Shlaka blok kerakmi, pena blok kerakmi, kolodesmi, tumbalarmi? Karuch ham chiqib turibmi hozir? Karuch hozircha chiqib turibdi. Bu bahor oyi yog'ingarchiliklar o'tgandan keyin boshlaymiz. Karuchda endi tayyor bor hozirchadan. O yo'li beklanib qoldi. Toprak tashatdik, netdik. Girish qismi. Girish qismi tayyor bor, ha? Karuch. Bir 20 ming dona karuchlarimiz bor edidan, lekin mashin girish yo'li beklanib qoldi hozircha. Demak, yana 10-15 kunlara uram tayyor bo'lib qoladi. Tozalar tayyor bo'lib qoladi. Karuch kerak bo'lsa ham karuch. Karuch ham bor. Uni ham aytadilar. Yani 3 tasi 4 tasi birden geliyor. Hammasi bu joydan bitadi. Qaysiman keladigan bo'lsa, telefataslar kime shlaka blok kerak, kime pena blok kerak, kime tumbalar kerak bo'ladigan bo'lsa, kimedir kolodis kerak bo'ladigan bo'lsa, endi bu yana yoz xudo xolasa oldimiz yoz qurilish ishlari boshlanadi. Yangi aytgan gap yana shu o'yinda keksa ota-onalar bo'lsa yoki farzandlari yosh bo'lib ishlab bilmasa, o'zlari ishchi olib borib, qazib yoki kolodisdan tashlab olib beradilar. Ustanib ketib hammasini ko'ngildagidek aytib, bularni olib qolgandan keyin dastlab ketgandan keyin kelishsalar tushirib ham berasanlar. Tushirib yuradigan desalar, blok yuradigan ustalar ham bor. Kolodis tashiydigan odam desalar, tashab beradigan odamlarimiz ham bor. Ish qilib, navuna bo'ladigan bo'lsa qilib beramiz. Qo'ldan kelgancha aytaveradilar bemalol. Asa bog'lanaverasizlar, aloqa chiqarasizlar. Sog' bo'linglar, omon bo'linglar.